Qayerga ketyapsiz? Men buni olib chiqib sotishim kerak. Srochna bozorga ketyapman. Nimaga, tinchlikmi? Ana qo'shnilarimiz, hamma o'rtoqlarim hajga borib kelishdi. Hammasi hoji bo'lishdi. Qitmir Mamir akaning o'g'li ham bor, ertaga ketyapti ekan. Men buni olib chiqib sotmoqchiman. Agar men bozorga yetmasa, qarz olib ham borishim kerak. Qayrim ekan mana ularda. To'g'rimi? Shoshmang. Qarzi bor odam hojiga borib bo'lmaydi deyshadi. Siz yana qarz olaman deyapsiz, dadasi? Ha, pulni qayerdan olaman bo'lmasam? O'sha do'stlaringiz, o'rtoqlaringiz, hatto shu Mamir akaning o'g'li ham hojiga ibodat uchun ketishmadi. Ko'z-ko'z qilish uchun, riyo qilish uchun, kimdir hoji deyish uchun borishyapti. Keling, undan ko'ra birgalikda harakat qilaylik, pul yig'aylik-da, birinchi Oyjon dadajonni jo'nataylik. Ulardan oldin siz ketsangiz g'alati emasmi? Undan keyin Alloh nasib qilsa, yana birgalikda harakat qilib, Alloh uchun, ibodat uchun boramiz. Kimdir hoji deyish uchun emas, ko'z-ko'z qilish uchun emas. Nima deysiz shunga? To'g'ri aytasan. Bu yoqni umuman o'ylamayman. Rahmat ko'zimni ochganing uchun. Buni boylab qo'yaymi? Qani, yur. Allohim insof berganingga o'zingga shukr. Likey